Assalomu alaykum. Dilorom opa, yaxshimisiz? Siz ina Beverly Club mahsulotlarini iste'mol qilib yuribsiz ekan. Qachondan beri iste'mol qilib yuribsiz? Bir oycha bo'lib qoldi. Bir oydan bo'ldi. Nima kasaladingiz? Shu qandli diabet ikkinchi bosqichida. Sahrli diabet ikkinchi bosqichi. Yana boshqa bir yerlaringiz bezovta qilarmidi? Shu uyqudan uyg'ongan paytim yurakim bezovta bo'lib ter bosar edi. Ana shu mahsulotni bir oy bo'ldi ichib yurgan bo'lsam shu yurakim bezovta qilmaydi, terlashim ham kamaydi. Ko'zimni ko'rishi ham yaxshi. Demak siz hali bir oy bo'lmay turib уже natija olib boshladiz. Uyqudan uyg'onganingizdan keyin darlash yo'q. Yo'q. Ko'zingizni ko'rish ham yaxshi. Avval nishatib ko'rardi. Avval xira. Yaxshi ko'rmasadi, xira qilib ko'rardi. Sahringiz nechik bo'ldi? Sahrni topshirib ko'rdingizmi? Topshirib ko'rmadim. Topshirib ko'rmadingiz. Lekin o'zingizni sezib turibsiz. Yengil sezaman o'zimni. Tanamni xuddi yoshlarni tanaday sezaman. Yasharganini sezib turibsiz. Yasharganda. Yana nima natijalar bo'ldi? Natija endi eng asosiy uyqu yaxshi bo'ldi. Uyqungiz yaxshilandi. Normaga tushdi. Bu mahsulotni ichgandan uyqum kelmaydi. Vaqtida uxlasam yaxshi bo'ladi, yosh bolada. Uyqum yaxshi bo'ldi. Shuni sezdim, bir oy bo'lmay shundan sanaganda sezildi, yaxshi bo'ldi, yaxshi tamom. Yana bir uyingizda nevarangizmi kimnidir kasal deb aytadi. Nima kasal bo'ladi u? Nevaram yiqildimi, nima bo'ldi, boshim tebratar edi. Necha yosh u? Hali 1 yoshina endi kiradi. Boshini tebratgan necha kun? Necha tebratdi? Boshini tebratishi qaltiratadi. Qoldi. U mahsulotni ichib boshladimi? Berib boshladingizmi? 10 kun yarim tabletkadan berdim. Endi bir tabletkani 2 mahal bo'lib ichib boshladim. Och qaringa. Aytgan dozamdan. Nevaram yaxshi. Onu ko'p sevib turibmiz. Ondan tiklanmoqchalik yoshina yetmagan. Iloyim. Yemeklab bilmasada yemeklab boshladi. O'tirdi. Endi stola tiklanmoqchi. Yurjakimda. Yurishni boshlayapti. Nima yaxshi. Bunday ushlab ondan o'tirib. Endi demak, Dilorom opa o'zingiz ishonch hosil qildingiz. Ishonch hosil qildim. Boshda ishonib ishonmay, endi hamma bolalarim javob bersam ekan.